yagona oila mushtarakligi, yurt ravnaqi yo'lidagi xayrli ishlar, ajdodlar ruhiga sadoqat, vatanga mehr muhabbat oliyjanob fazilatdir. Ezgu maqsad, aql zakovat idrok ila barkamollik sari yetaklaydi. Yuksak ma'naviyat esa yurt taraqqiyotini belgilaydi. Tarixan tashkil topgan millat hamisha ma'naviyatlidir. Bularning hammasi millat va ma'naviyat eshtirishida. Millat va ma'naviyat eshtirishida. Azizlar, dasturimizni millat va ma'naviyat eshittirish bilan davom ettiramiz. Sport insoniyat hayotining muhim sohalaridan biri bo'lib, uning rivojlanishi bevosita ilmiy tadqiqotlar, texnologiyalar va innovatsiyalar bilan chambarchas bog'liq. Bugungi kunda yuqori natijaga erishgan har bir sport turi ortida mukammal ilmiy tahlil, fiziologiya, biomexanika, psixologiya, tibbiyot va axborot vositalari, texnologiyalari turibdi. Ilmiy izlanishlar sportchining organizmidagi o'zgarishlar, yurak, qon tomir tizimi, mushaklar, nafas olish faoliyati va energetik resurslarini chuqur o'rganadi. Masalan, mashg'ulot dasturlarini to'g'ri tuzish, yuklamani individual belgilash, jarohatlarni oldini olish kabi vazifalar muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, sport sohasidagi har bir yutuq fanning muayyan sohasidagi kashfiyotga asoslangani bois olimlar, murabbiylar va sport mutaxassislari o'rtasidagi hamkorlik yuqori natijalar garovidir. Toshkent viloyati Qibray tumani Chinobod mahalla fuqarolar yig'ini yoshlar yetakchisi, taekvondo sport turi bo'yicha qora belbog' sohibi Abdumannob Abduhamidov bir necha xalqaro musobaqalar g'olibi bo'lish barobarida fidoyi xizmatlari uchun va vatan iftixori ko'krak nishoni hamda Qozog'iston Respublikasi Qo'shqanot yozishma jamg'armasining Ahmad Yassaviy ko'krak nishonlari bilan taqdirlangan. Bugungi kunda o'zi faoliyat yuritayotgan mahallada joylashgan 27-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi tashkil etilgan Chinobod taekvondo akademiyasi hamda yosh liderlar jamoasi asoschisi hisoblanadi. Bu haqda uning o'zidan eshitasiz. Assalomu alaykum. Instagram ijtimoiy tarmoqlarida videolarni ko'ramiz. Ayrim yoshlarimiz shu zararli odatlarga berilib ketganligi tufayli biz o'shalarni zararli odatlarni sog'lom turmush tarziga qaytarish maqsadida tashkil qildik. Birinchi Qibray tumani 1-sonli umumta'lim maktabida tashkil qildik. Bizni jamoamiz safi juda kengayganligi sababli keyinchalik Chinobod mahallasi 27-sonli umumta'lim maktabida boshladik faoliyatimizni. Biz birinchi 3 nafar sportchi bilan boshlab, jamoamiz safini hozirda talabgorlar juda ko'p. Biz ularni sinov asosida qabul qilmoqdamiz. Hozirda sport tomonlama ham ilmiy tomonlama ish faoliyatimizni olib bormoqdamiz. Abdumannob, demak siz jismoniy tarbiya institutini tamomlagansiz. Demak, maqolalaringiz bilan turli ommaviy axborot vositalarida ishtirok etib, qatnashib turasiz. Bugungi kunda ana shu jamoangizdagi o'quvchilarga ham maqolalarni qanday yozish tartibi haqida ma'lumot berib o'rgatib borayotgan ekansiz. Sportchilarimiz keladi bizga, o'sha birinchi marotaba o'sha o'ziga kerakli bo'lgan yo'nalish tanlash bo'yicha maslahat beraman. Sportchilarimiz o'ziga kelgan yo'nalishni tanlaydi. Biz o'sha yo'nalish bo'yicha doimiy ish faoliyatini olib boramiz. Keyin yoqqan yo'nalishimiz agar bizga to'g'ri kelsa, o'sha bo'yicha badiiy adabiyot kitoblarini o'qitib, o'ziga kerakli joylarini, ya'ni o'zini fikrlarini yozishini ko'ramiz. Maqola to'g'ri kelgandan so'ng o'sha sportchilarimiz bilan birga kelishgan holatda yozishni boshlaymiz. Biz uni ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritib, tanlovlarga topshiramiz. Tanlovlarda natijalarga erishgan sportchimiz ko'krak nishonlari, diplom, esdalik sovg'alari bilan mukofotlanadi. Masalan, biz o'sha birinchi Ergashev Ziyodulla 11 yoshli sportchimizni boshladik. Juda yuqori natija berdi. Ziyodulla yozgan maqolasi O'zbekistonda taekvondoning yaxshi va yomon tomonlarini keng yoritib berdi va u sportchimiz intellektual izlanuvchi ko'krak nishoni hamda kelajak qanoti ustida bilan mukofotlandi. Bizga juda katta motivatsiya berdi. Eng yaxshi qatnashgan sportchilarimizga bittadan kitob sovg'a qilamiz. U kitobni o'qib chiqadi u sportchimiz. Keyin u ham o'zining yaqin do'stiga sovg'a qiladi. Bizda shunday odat borki, o'zimizning alohida xonamiz bor. O'sha xonada sport anjomlari hamda kitoblar saqlanadi. Kimga kerak vaqtida kiradi, sportchi anjomlardan bemalol foydalanadi, kitoblarimizdan bemalol foydalanadi. Mashg'ulotdan so'ng har bir sportchimiz o'qib olgan kitobini tahlil qilamiz, bir-bir suhbatlashamiz, hamma o'zini egallagan bilimlari bilan ulashadi. Bizning guruhimizda 4 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan sportchilar shug'ullanadi. 4 yoshdan 8 yoshgacha bo'lgan sportchilarimiz imtihonsiz qabul qilinadi. Undan yuqori yoshlarimiz imtihon asosida qabul qilinadi. Jamoamizga qo'shilmoqchi bo'lgan sportchilarimiz birinchi kitob o'qigan bo'lish kerak. O'zimiz davlat ramzlari
yoshlarimiz yaxshi bilish kerak. Sport sohasida ham ozmuncha o'zini salohiyatini ko'rsata bilish kerak. Haqiqatan biz yosh liderlar jamoasini ham tashkil qildik. Yosh liderlar jamoasida ibratli roliklar, ijtimoiy roliklar olinib boriladi. Unda mahallamizda faol bo'lgan yoshlardan tanlab sinov asosida qabul qilindi. U yoshlarimiz hozirda birinchi o'rinda rolik olishdi. Hozirda global muammo bo'lib kelayotgan ijtimoiy rolik bo'ldi. Unda telefon qilib turib hakkerlar qo'ng'iroq asosida pullarni yechib olayotganini, kiber jinoyatni ko'rsatib berdik. 2 qismli bo'lib o'tdi. Kiber jinoyatda ogoh bo'lish haqida ijtimoiy rolik olindi. Ikkinchisi 9-dekabr kuni korrupsiyaga qarshi kurash kuni munosabati bilan ijtimoiy rolik oldik. Bunda korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishlari ko'rsatib berildi. Endi yana bir savol tug'iladi. Abdumannob, sizni to'garagingizdagi o'quvchilar aynan o'sha siz faoliyat yuritayotgan yoki siz istiqomat qilayotgan Chinobod mahalla fuqarolar yig'inini bolalarimi yoki men o'zim Chinobod mahallasi yoshlar yetakchisi lavozimida faoliyat yuritganim sababli barcha yoshlarni qaysi toifaga to'g'ri keladi, barchasini bilaman. Taekvondo sport turiga to'g'ri keladigan yoshlarimizni jamoamizga hamkorlikka taklif qilamiz. Bizlar ijtimoiy tarmoqlarimizda keng yoritilgani sababli mashg'ulot jarayonlari, yutuqlarimiz keng yoritilgani sababli 12 ta viloyat bo'yicha bizga qo'ng'iroqlar juda ko'p bo'ladi. Bizlarni viloyatdan ham oching degan. Bizda hozir ozgina vaqt yetishmovchilik bo'lganligi sababli hozirda faqat shu Chinobod mahallasida ish faoliyatimizni olib bormoqdamiz. Demak, mahalla bolalarini doim kuzatasiz, ota-onalar bilan suhbatda bo'lasiz. Bu juda ham yaxshi. Demak, siz salkam jurnalistsiz. Demak, ijtimoiy tarmoqlarda ham mana Anvar Shobirxon bilan birgalikda juda ko'p o'sha to'garak faoliyatini, o'quvchilaringizni erishayotgan yutuqlarni yoritib borasizlar. Bu albatta tahsinga loyiq. Chunki bu o'quvchilarni yanada intilishlarini, qiziqishlarini orttiradi. Endi Abdumannob, oldinda yangi yil eshik qoqib turibdi. Yangi yilda yangi rejalar bo'lsa kerak albatta. Biz 2025-yilda o'zida juda katta yuqori natijalarga erishdik. Endi yangi yilda yana yangi maqsadlarni yo'lga qo'yganmiz. 2025-yil o'zida biz matbuot xizmati tashkil qilindi. Tadbirlarni tashkillashtirish kompleks rahbari tashkillashtirildi. Endi bizda yana yangi rejalarimiz, birinchi turgan maqsadimiz yanvarda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish. Fevral oyida bizning ikkinchi filialimiz Shalola mahallasida ochilish arafasida turibdi. U filialimizni ham ochib turib, yana yoshlarimizni o'zimizga kengroq jalb qilish. Mart oyidagi rejamiz yana bir Abdurashidov Samandar degan 12 yoshli sportchimizni ilmiy maqolasini hozirda yozib bormoqdamiz. Uni ham tanlovga topshiramiz. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi bilan agarda biz hamkorlikni yo'lga qo'ysak, ham yoshlarimiz sport tomonidan 1 soat sport bilan shug'ullansa, 1 soat ilmiy ishlarni olib borishga erishadi. O'zim yozgan maqolam Qibrey Sadosi gazetada Mashhadda yoritiladi. Maqolam O'zbekistonda taekvondoning keng rivojlanishi haqida ilmiy ishimni olib borgandim. Endi hozirda yana yangi maqolani yozmoqdaman. Agarda u maqolamni MDH miqyosida tashkil etilgan yangi ko'rik tanloviga topshiraman. Kelajakda o'zim magistratura yo'nalishiga topshirib, ilmiy tadqiqotlarni yanada amalga oshirib, ilmiy ishlarni yo'qlash maqsadida harakat qilmoqdaman. Yoshlarimizni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda birgalashib harakat qilaylik. Chindan ham sport va ilmiy izlanishlar bir-biriga bog'liq ikki kuchli soha. Fan sportni yangi bosqichga olib chiqsa, sport ilm-fan oldiga yangi vazifalar qo'yadi. Shunday qilib, inson salohiyatini yuksaltirishda mazkur ikki yo'nalish bir-birini to'ldiruvchi omil sifatida xizmat qiladi. Agar sizga ta'lim qimmat tuyulayotgan bo'lsa, ilmsizlik qanchaga tushini tekshirib ko'ring degan ekan allomalardan biri. Tan olaylik, ba'zan biz turmush tashvishlariga shu qadar o'ralashib qolganmizki, ba'zida kitob varaqlash ham erish tuyuladi. Kezi kirganda shou biznes vakillarining uyi qanday ekanligidan tortib, kechki ovqatga nima yeganligini ham bilamiz, lekin mamlakat iqtisodiyoti, ilm-fan rivojiga hissa qo'shayotgan, muammolarni aytib bong urayotgan shaxslar faoliyatiga qiziqmaymiz. Ilm kishilari haqida eshitish go'yo hazmi og'ir taom. Ammo yonimizda, oldimizda, atrofimizda bizdan andoza olayotgan farzandlarimiz o'sib kelayotganini ham unutmasligimiz kerak. Shu o'rinda ijtimoiy tarmoq faoli, psixolog Anvar Shobirxonov fikrlariga quloq tutsak. Yurtimizda turli islohotlar amalga oshirilyapti. Rivojlanish, jo'yali ishlar qilinayotgan bir davrda yoshlarga bo'lgan munosabat o'zgacha. Hozirgi kunda Toshkent viloyati Qibrey tumani Chinobod mahalla hududida yoshlar yetakchisi Abdumannob Abduhamidov tomonidan taekvondo to'garagi tashkil etilgan. 27-maktab hududida. Mana shu to'garak boshqa to'garaklardan farqli o'laroq, u bir vaqtni o'zida ham taekvondo sport turi bilan shug'ullantirsa, bir vaqtni o'zida uni oldiga sport bilan shug'ullanish uchun kelgan o'quvchilarni sportga bo'lgan ilmiy yondashuvini amalga oshiradi. Bu jarayonlarda uni kuzatishga va u bilan bo'lgan sport ham ilmiy yondashuvlarni jalb qilgani uchun ham bizni
unga bo'lgan munosabat, umuman olganda yaqqol ma'naviy jihatlarini ko'rsatadi va shunga biz qiziqib qolib, u bilan hamkorlikda jo'yali bir ishlar qilishga harakat qilyapmiz. Sizni o'sha sport to'garagining a'zolari bo'lgan o'quvchilar bilan olib boradigan faoliyatingiz meni juda ham qiziqtirdi. Sababi ijtimoiy tarmoqlarda ularni qo'lga kiritayotgan yutuqlarini, ularni qiziqishlarini ham yoritib borasiz. Nafaqat mamlakatimizda, balki qo'shni mamlakatlarda o'tkazilayotgan o'sha musobaqalarda, tanlovlarda yaxshi natijalarni qo'lga kiritayotgani haqida aytgansiz. Qibray tumanidagi Chinobod mahallasida joylashgan 27-maktabda 10 yoshli Ergashev Ziyodulla Erkin o'g'li qora belbog' sohibi taekvondo turi bo'yicha muntazam shug'ullanib keladi, lekin bir vaqtning o'zida u xalqaro nashriyotlarda o'zining taekvondoni ijobiy va salbiy tomonlarini yoritib, ya'ni o'sha taekvondo bo'yicha murabbiyi Abduhamidov Abdumannob bilan yoritib birgalikda ko'krak nishoni sohibiga aylandi. Bu yo'nalishda o'sha Abduhamidov taekvondo bo'yicha jamoaning yaxshi bir tomoni shundaki, u faqat sport bilan chegaralanib qolmaydi, yosh yigitlarning, o'quvchilarning shu sportga bo'lgan muhabbatini oshirish bilan bir qatorda uni ilmiy jihatdan, kitobga bo'lgan qiziqishi, ma'naviy yuksaltirish. Chunki ma'naviy yuksalgan shaxs bo'lsagina, o'zbek tilida ravon so'zlashadigan inson bo'lsagina, yuksak cho'qqilarga erishishi birmuncha osonroq bo'ladi. Haqiqatan ham ayniqsa bugungi kundagi imkoniyatlardan yaratilayotgan shart-sharoitlardan unumli foydalansa, bu albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Ba'zan mayda-chuyda muammolarga o'ralashib qolamiz gohida. Farzandlarimizni qiziqishlari bo'yicha ular o'zlari istagan to'garaklarga olib bora olmaymiz. Sababi uning moddiy tomonlari ham bor. Lekin ba'zan mobil telefonlarga chalg'ib soatlab telefonda qolib ketayotgan bolalarimizga ozgina mablag' ajratib, uni qiziqishi bilan qiziqib, intilishlari haqida suhbatlashib, to'garaklarga olib bormayotgan ota-onalar ham uchrab turadi-da. Endi yosh bolalarni asosan qiziqishi bo'yicha maqsadli to'garaklarga yo'naltirgan yaxshiroq, sababi ular endi rivojlanib kelyapti-da. Moddiy jihatdan kamchiligim bor deb to'sib qo'yish o'zi yomon. Shuning uchun harakat qilish kerakki, imkon qadar ularni qiziqishlari bo'yicha shug'ullantirsa yaxshi bo'lardi. Sababi kelajak ularniki. Biz ota-onalar farzandlarimiz qiziqishlari bo'yicha ularni maqsadli yo'naltirganimiz, to'garaklarga jalb qilganimiz, u xoh sport bo'lsin, xoh badiiy mashg'ulotlar bo'lsin, foydadan xoli emas. Yaxshi natijalarga erishishimizga turtki bo'ladi. Albatta. Anvarjon, siz bu kabi ishlarni juda ko'p yo'nalishlarida faolsiz. Juda ko'p xayrli ishlarda aynan yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha o'ziga xos bir ijtimoiy tarmoqlarda ishlarni amalga oshirasizda. Bunday harakatlarni amalga oshirishda moddiyat menda birinchi o'rinda turmaydi. Bir narsa kutmayman hech kimdan. Eng katta turtki bu meni o'zbek bo'lganim, o'zbekligimdan. Sababi o'zbek bolajon xalq, begona bo'lmaydi. Har bir mahallaning bolasi bizning bolamiz. Umumiy olib qaraganda o'zbekning bolasi bizning bolamiz. Ularni qiziqishlari, harakatlarining natijasida erishayotgan yutuqlarini boshqalarga namoyon qilish, ularni yuzaga chiqarish, boshqalar ham o'rnak olishiga turtki bo'lish maqsadida qilinyapti va kelajakda ular ham shu jamiyatga foyda keltiradigan inson, yaxshi bir o'zbek millatining yetuk farzandlari bo'lib yetishib chiqishida ularga bir motivatsiya berish maqsadida boraman. Natijada mana nafaqat bitta insonning, kichkina bir bolachaning yutug'i, ya'ni uning do'sti ham shunga ergashyapti. Mana Anvar aka mani videoga chiqarar ekanlar, radioga chiqarar ekanlar deb, u ham o'z ustida ishlashga harakat qilyapti. Natijada biz o'zimizning oldinga qo'ygan maqsadlarimizga erishib kelmoqdamiz. Demak, faollarni safini kengaytirishga harakat qilyapsiz. Aynan bizning studiyamizga ham shu taklif bilan chiqqaningizda to'g'risi xursand bo'ldik. O'ylaymanki, ijtimoiy tarmoqlarda bekorchi narsalar bilan ovora bo'lib, qo'l telefonlari ustida soatlab qolib ketgandan ko'ra, demak shunday foydali ishlar bilan shug'ullangani. Albatta, yoshlarga hozirgi kunda telefonsiz ham qiziq hayot borligi, telefon o'yinlaridan ko'ra jo'yali bir mashg'ulotlar bilan shug'ullanish kerakligi, bu ertangi kelajagiga yaxshi zamin yaratish haqida ularga biz kattalar o'z vaqtida etmasak, keyin kech bo'lishi mumkin. Turli xil bekorchi va bema'ni telefon o'yinlari orqali buzg'unchi, g'oyalarni sig'diruvchilar ko'payib ketib qolishi mumkin-da yoshlar orasida. Undan ko'ra biz bunyodkorlik, ezgulik g'oyalarini, sog'lom turmushni targ'ib qilsak, ana o'shanda kelajagimiz ular qo'lida yana ham ravnaq topishi, yuksalishga erishishi amalga oshiriladi. 2026-yilda juda ham ko'p rejalarimiz bor, aynan yoshlar bilan. Yoshlarni IT yo'nalishi bor. Mana informatsion dasturlash yo'nalishlariga qiziqtirish, u informatsion dasturlash ishlarida o'zini ko'rsatayotgan yetuk, endi
yoshlar o'zini ijodini hadeb ko'rsatib berishga yashirin bo'ladida, kimlar ko'rarkin mani deb hadik bo'ladi ularda. O'sha hadiklarini yorib tashlab, ularni keng jamoatga ko'rsatish ishlarida mana sportning yana boshqa turlari, shaxmat bor, mana olimpiya jahon chempionlariga olib chiqayotgan yoshlarimiz bor. O'shalarning yana izdoshlarini keng jamoatga ko'rsatish bilan shug'ullanmoqchimiz. Anvarjon, avvalo vaqt ajratib studiyamizga kelganingiz uchun katta rahmat. Qolaversa, o'rinli maslahatlaringiz uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Albatta, avvalo mustahkam sog'lik, qolaversa keyingi o'sha loyihalarni, rejalarni amalga oshirishda sizga kuch-quvvat, g'ayrat tilaymiz. Rahmat kattakon Shokirjon aka, kelgusida ham hamkorlikda ishlash nasib qilsin. Muhtaram radio tinglovchilar, siz Toshkent viloyati Qibray tumani Chinobod Taekvondo akademiyasi va liderlar jamoasi asoschisi Abdumannob Abduhamidov hamda ijtimoiy tarmoq faoli psixolog Anvar Shobirxonov fikr mulohazalarini tingladingiz. Shuning bilan bugungi millat va ma'naviyat eshittirishimizni yakunlaymiz. Eshittirishni jurnalist Shokirjon Siddiqov tayyorladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Dasturimiz esa davom etadi.